Başsonu. Sizce Xitoyning bu rezil suiqasdlarini qanday shaklda fosh qila olamiz yoki bo'lmasa buning uchun nimalarni qilishimiz kerak? To'g'ri. Buning uchun biz qila oladigan ishlarimiz nihoyatda qila oladigan ishlarimiz va hammamizning. Chunki muhojiratdagi qarindoshlarimizning bo'lsin mayli dunyodagi har insonni Alloh taolo bir qobiliyat bilan yaratuvchi. Bir qobiliyat bilan yaratdi, bir imkon bilan yaratuvchi. Bizga bir imkon beruvchi. Bu imkonni to'g'ri bila olsak, o'zimizning qobiliyatini to'g'ri tushuna olsak, men nima qila olaman, men nima ish qila olaman degan nuqtani bila olsak, vaqtida o'zimizning ortiqchani tushuna olsak, vaqtida biz bir ish qila olamiz deb o'ylayman. Bu ish qilishning eng tükki nimasi shu teşviqat. Teşviqat mesela Uyg'ur TV olsun, başka her xil şekilde şahsi programlar mesela Arslan Hidayet o'zining kanalida qilgan bo'ldi bu tipdagi programmani. Boshqa YouTuber qarindoshlarimiz mo o'zining nimasida qo'lishdan yetish qilyotdi. Buni qilish kerak. Buni jamoatning muhojiratdagi xalqning kun tartibiga kelish kerak. Kun tartibiga kelmagan vaqtimizda xalqimizni tushuntirish va xalqimizni to'g'ri shaklda yetaklaymiz. To'g'ri shaklda tarbiyalanmagan xalqni to'g'ri shaklda yetaklayib bo'lmaydi. Bizning mening chiqargan o'zimning xulosada tarixdan bu yangi mayli 33, mayli 44dagi bizning asosli o'tirayotgan yerimiz nima deganda xalqni tarbiyalanmagan deymiz. Bu xalqqa bizni tarbiyalashga kuchimizdan yoki vaqtimizdan yoki zehnimizdan ajratmaganligining sababi deb o'ylayman. Chunki shu bir turkum aktivlar, bir turkum fidoilar o'zini qurbon qiliblar, o'zining jinini, milini qurbon qiliblar bu vatanni qutqizishga yetmaydi-ku. Yetmaydi. 33-da qanchalik bedel to'ladik? Birinchi Cumhuriyet, ikkinchi Cumhuriyetimiz qanchalik bedel to'ladik? Bu bedel bilan keldi g'ashti. Bedel bilan buni bedelni bir uchum odamlarga Xitoy da'vatgandek, bizim mashtada aytdik, chet eldagi bir uchum kuchlar Xitoy qarshi anda qiladi, manda qiladi deb bizni bir uchum ko'rsatib qo'ysa biz mag'lub bo'lganmiz shu qanday. Biz bir butun gavda bo'lgan vaqtimizda bütün buningda hammadan bedel to'layolmaydi. Hammadanning imkoniyatini o'zini to'lib yetish, odamga qobiliyatini to'lish iqtidori yo'q. Ama bunu tunuşumuz gerek. Ama hem adam özünün kılalığa işini, özünün imkaniyetini işini kılalığa vakti anıken o vatan kurulu çıkıyor. Bu mesela o vatan Dünya Uygur Kurultayı'nın başlığı bilen ya ki bir teşkilatın nemesinden kurulup bulamaydı o vatan. Dünya Uygur Kurultayı ve başka teşkilatların özünü okşay, özünün rolünü cari kıldırış gerek. Özünün rolünü cari kıldırgandılar. Anın dinkin bu vatanını kurup çıkılıyordu. Şunun için biz vatanını kurup çıkışta bizge ergişivatkan ya ki bizdeki halkını to'g'ri tarbiyalash kerak. Ulug' to'g'ri ideya to'xtabda ma xato, ma bag'rimiz xato, Xitoyning ma pasport qo'yib bergan siyosat xato, Xitoyning ma hozir qilayotgan ma qirg'inchiligi xato. Buningga biz o'rik shaklda hammamiz shaklda qilaylik. Bu sening tuqquningni qilmagan bo'lsa, sening tuqquningni tutmagan bo'lsa, meni chaqmagan ishlar 1000 yil yotsin degan sho'rni to'lib yetavermayli. Bu bugun mening beshig'i kelgan kun mening beshig'im keladi. Mening qilishini tutgan kun, mening onasini o'tgan kun mening beshig'im keladi. Chunki a vatan mening degan şekilde oturup çıkalsak vatanni qutqizib qola olamiz degan şeklini xalqimizga kerak. Bu singdirishning asosiy ko'znak o'rni narsalar shu teşviqat. O'sha sizlardek Uyg'ur TV bo'lsin, mushuni jonlantirish kerak. Ana lekin bu Xitoyning mushu qilayotgan siyosatini hozirgi viza qo'yib bir siyosat deydi buni. Viza qo'yib bir siyosatni her birimiz mushu turishliq davlatlarda buni kun tartibga keltirish kerak. Her bir tashkilot buni o'zining turishliq davlatida kun tartibga keltirish kerak. Bunu kuntarib qilib, buni davomli shu yerda qilayotgan, shu izlayotgan qarindoshlarimizni shu turishliq davlatlarda shu qarindoshlarimiz eng avval kuch chiqara oladi. Shunga tashviqot nuqtalarida bu asosiy tema bo'lishi kerak. Anadan keyin har qaysi tashkilotlar buning oldini olish uchun o'zining doirasida harakat qilish. Anadan keyin umumiy jamoat fikr to'planish kerak. Jamoat mushulni haqorat ustida emas. Haqorat ustidan biz işini yalçıtanmayız. Yani işini uzun müddet, kısa müddette ko'nglimizda azroq bo'shagan, rahatlagan bo'lamiz, aqch ko'rchiga o'rqitdim baxchi deb tilib etishimiz mumkin. Ama o tilib etgan bilan ishimiz hal bo'lmaydi. Bizning hal qiladigan ishimiz tükki hal qilish. Ya'ni mushunda barishga tegishlik temsillayotgan yoki mushu vizni appilab taraddud qilayotgan qarindoshlarning oldini to'sab qilish. Buning zihnini ularga qalbini o'tkazish. Bu o'tkazishning asosiy qismi suhbat. Tek yolluk söhbət buldu, videoluk söhbət buldu, cemaatler birey programma qilib uğraştırıp söhbət buldu. Muşlar arqılıq qilish kerak. Hatta ki biz xuddi
biz kıldık ya şu Macarik kırındaşlarımız hemmemiz şu atanam kını hemmemiz guvalık verdik. Guvalık vergen şekilde men Xitayga barmayma, Xitayning bu siyosatiga aldanmayma. Gerçi mening mundaq shivit 170 davlatga bora oladigan pasportim bo'lsa-mu, men vatanim ozod bo'lmaguncha, ashar qarindoshlarimizni Xitoyning zulmidan qutulmaguncha men vatanga borolmayman. Men vatanga sharaf bilan bormaydigan shaklda guvohlik berishimiz kerak. Muşta guvalık vergen şeklimizde anandaki bu icabi nersini biz kaplıgızışımız gerek. Muhacirlikte bunu künterip getirip hemme tortorlar toplarda kuruk gap ne, elaka onun bunun ne, yani böyle imla ne, yani bir biçimi ne kılmasımız gerekiyor. Biz her bir WhatsApp toplarımızda mыңdan artık adamlar var toplarımız var. Ne kuruk gapge, ne dikelike bir düşmeydiğen nersiga vaktimizi sarf kılmayın. Yani bir nersi arkadaşlar. Hayatımız bekçeklik. Hayatımız çeklik. Allah qanchalik ömrimizni Allah pütüvetken biz bilmeymiz ama vaqt saatini kelgan vaqtimizda biz kelish biltimizni olib keldik. Janob Allohning yonidan kelgan vaqtimiz kelishimizning biltini olib keldik, ketishimizning biltini olib keldik. Kelishimizning vaqtini hozir men hayotda dunyoda bilgan bo'ldik. Masalan, men 19-yilda, 3-yilning kuni tug'ilgan bo'ldim. Ammo ketish vaqtini qancha kuni ketganligini bilmayman, ammo ketish biltim qo'limda. Men cho'qim ketaman. Allohning dargohiga berib hisob beraman. Men bir neçe kıtım dedim bu gipini bazılar düşünemedi, bazılar doğru analiz kılamadı. Ben dedim Cenab-ı Allah bizden birinci sualı dedim. Benden sorayım birinci sualı Nebican sen ve Şarkı Türkistan'ı azat kılış için niçin azat kılmadın demeydi. Şarkı Türkistan niçin azat kılamadın demeydi. Sen Şarkı Türkistan'ı azat kılış için Nebican nimiş kılalıdın de soraydım. Bak gepten oturup fark var. Nimiş kılalıdın olan nimiş kılmadın diye oturup fark var. Ben daha şunu soraydım. Sonra kalktı, ey Cenab-ı Allah, ben senin rızalığın için, işlerini sen belki imkaniyetler, sen belki üzerimden akıl veren, ben işlerini kılaldım. İşlerini liksiyen sözlerdim, işlerini YouTube'da işlerini kılaldım, nama işlerini teşkil edildim. Kulağımdan kilişçi mançılık kısadını atı aldım Allah senin rızalığında vetenim için. Diyersek, bu bizge kalıdığan neresi bu. Kalıdığan neresi bu. Şuna, çekili hayatımız aynı Abdülhamit'te bir kardeşimiz Türk İstanbul'da suyuksuz ülep kaldı. Ülep vefat edip gitti. O kardeşimizin vefatını hemimiz için dokuyor. Yaşka 51, yaşka 52 yaşka. Anın dikin o kardeşimizden yazgan kitapları ve kılgan teşkilat namayiş kılganları ve bazı halk paylılık sözleri halkımızdan artık dastan bulup tarkılıp görüyor. Nime diyende bizden şu kılalığın yakışımız kalıdı bu dünyada. Halk bizden şu kılan yakışımızdan ya Cenab-ı Allah da biz gibi bir kelime dua kılıp koysun. O taraftaki suallarımız, o taraftaki nimelerimiz biraz yengil oldu diye söyleyeyim. Şu an biz imkan yapmak neymiş kılalayımız diyen sualga hemimiz imkanımızdan yetişse kılalaydıgan işlerimiz var. Şu işini kılalayımız. Etrafımız dostlarımız kılalayımız. Barımız diyenge rıhbet vermeyimiz. Kardeşim sen bunu ölçe. Sen berip gel, sen berip sahtırca berip gel ki ben barım emez. Sen basan mandak ziyana uçuruyordu. Hayat karındaşlarımız uzun Xitayning bu uyuna ili mikri dep turib, nima uchun Xitayning ili mikriga desseymiz deganni tavsiya qila oladigan bo'lishimiz kerak. Anikeni so'z deyadigan qarindoshimiz ekranga chiqib so'zlash kerak. Chekladigan qarindoshimiz cheklash kerak. Bag'alini, bardiganini mushtaq shaklda saqlab qo'yish. Ammo berish qizat uni amalga to'samaymiz. Ha, millatning ichida munofiq chiqamdi, chiqdi. Manqur chiqamdi, chiqdi. Yaxshi odam chiqamdi, chiqdi. Vatanni qutqizgan fidoilar chiqamdi, chiqdi. Hamma narsa chiqdi. Biz mush chiqirganlar uchun qaysi bo'la olamiz degan savolni o'zimiz qo'yamiz. Men vatanni qo'g'dash uchun jinini, minini fido qilgan mujohid bo'la olamdim, yo ziyoli bo'la olamdim, yo damalli bo'la olamdim, yoki bo'lmasa bir aktivist bo'la olamdim, yoki bo'lmasa men bir uyg'ur men bo'la olamdim. Deganni mana qilib baqsak, bu mushning ichida qaysi bo'lsam men bir yaxshi bo'lay. Mana ichidagidek munofiq bo'lmay, hasadxo'r bo'lmay, fitnaxo'r bo'lmay, sotqin bo'lmay, Xitoy bilan bir sep bo'ldigan bo'lmay. Desek, vaqtida biz o'zimiz uchun tushunalsak, o'zimizning närligini bilalaymiz. U bardiganlar Xitoy bilan bir sep turma, bir sep bo'lma, shu bilan qiyomat kuni shu bilan bir o'rnini qubama degan bo'lsa, bir evas bo'ladi. Ammo yo'q, vatan mening, qarindosh mening, o'lib ketgan qarindoshlarim mening qarindoshlarim. Men shu qarindoshlarimning qisosini olaman. Men shu qarindoshlarimning hech bo'lmagan imkoniyatini yetishga qo'limdan kelganini qilman deb o'zimizga va'da bera olsak, o vaqtida biz ma'ni oldin to'sab qola olamiz. Agar
Hiç kaysımız üzümüz verdi veremesek, aşkar ve yuşurum meydanda çıkanmasak, meydanımız inik olmasak, biz şu Allah dolu Allah'ın katarı olmaz. Biz yaxşı kılallar, abim kırıkma beşini yaxşı kılalığın şekilde insanlar Cenab-ı Allah'tan aldı da yüzümüz yoruk oldu. Bu dünyada yüzümüz yoruk oldu, o dünyada yüzümüz yoruk oldu. Bu dünyada yüzümüz yoruk oluş için yaxşı emellerini bu dünyada yaxşı şekilde kılabilişimiz gerek. Hep olayım. Başsanım, çok sözler koydum. Vaqt münasibeti bilan söhbətimizni mush yerda oxirlashtirayli. Oxirida Uyg'ur televiziyasiga vakolatan söhbətimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan Nabijon apamga rahmat aytaman.